Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, YouTube tomoshabinlar. Men Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Mustaqillik MFS UIC ko'chasida turaman. O'z yashash xonadonimda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Otam, onam nogiron. Nogironlar bilan birga tadbirkorlik qilamiz. Beton mahsulotlari ishlab chiqarish. Biz prezidentga murojaat qilmoqchimiz. Murojaatimiz kadastr xodimlari ustidan nogironlarga nisbatan 60 million jarima qo'llangan. Muhtaram prezident Miromonovich, shunga sizdan bir amaliy yordam so'rab, katta ishonch bilan yordam so'rab qolamiz. Nogironlarga nisbatan nohaqlik bo'lgan. Bular 60 million pulni uyini sotib to'laydi, muhtaram prezident. Shular kadastr xodimlariga nisbatan hech qayerda bir chora ko'rilmayapti. Qayerga murojaat qilsak, xohlasin prezidentga bor deyapti. Shularga nisbatan bir ma'muriy bir ish ko'radigan odam bo'lsa, kadastr xodimlari bizga kun bermayapti. 60 million pulni uyni sotib to'lab qilamizmi? Biz tadbirkorlik qilganimiz bizning katta xatomizmi? Shunday Qo'rg'ontepa'dagi katta joyda mana shu nogironlardan boshqa odam yo'qmi? Odamlar zaxiradagi joylarga uylar qurib yotibdi. Biz 4000 dona g'isht qo'ydik. 4000 ta g'isht uchun 60 million so'm pul jarima qilinibdi. Nogironlar uni qayerdan to'laydi? O'zlari pensioner bo'lsa, nogiron bo'lsa, shu holatida tadbirkorlik qilyapti. Qo'baqlarga o'rnak bo'lish uchun. Muhtaram prezident, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, bizga amaliy yordam bering. Kadastr xodimlariga tegishli choralar ko'rilishini so'raymiz. Amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Biz tadbirkorlik qilyapmiz. Xalqqa foydamiz tegyapti. O'zbekistonga foydamiz tegyapti. Biz hech qanaqa yomon ish qilganimiz yo'q. Biz o'zimizni aybdor deb bilmaymiz. Biz tadbirkorlik qilyapmiz. Tadbirkorlikka o'zingiz yo'l berdingiz, biz shu yo'lingizdan ketyapmiz. Siz qayerda majlis qilsangiz, selektor o'tkazsangiz, birinchi bo'lib nogironlarni qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirishni aytasiz. Lekin Qo'rg'ontepada buni aksi bo'lyapti. Nogironlarni yerga urish, nogironlarni umuman xo'rlash bo'lyapti. Biz shuna deb tushunyapmiz. Nogiron odamlar 60 million pulni qayerdan topadi? Uyini sotib ko'chada qoladimi? Ularning maqsadi nima? Ularni uyini sottirib qayerga ko'chaga chiqarib qo'ymoqchimi?